Maşallah mana quloq ko'ring, garbonus ko'ring. Vey nima deyapti bu? Mana quloq ko'ring. Tumshug'idan o'tmasa hisobmas. Ma'nolisidan 4 partiya qo'yib. Ma'noli 4 partiya bo'lar, xudo xolasa. Oldin 90 pilsga. 90 pilishga olishura. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, assalomu alaykum YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Xudo xolasa Optim markazining ashaddiy obunachilari. Bugun sizlarga ozgina Xudo xolasa ma'nolisidan bo'ladi. Inshaalloh videoni oxirigacha kuzatib turing. Videoni ko'rishdan oldin like bilan obunani urib turing. Narxlarni sensatsiya bo'ladi. Inshaalloh. Bugun o'sha mashhur qo'ramiz Akramjon akamizning qo'sh bermalaridamiz. Buni ma'lumotlarni Biloliddindan asta sekin olamiz inshaalloh. Biloliddin yaxshimisiz? Assalomu alaykum Zaynab aka. Keldingizmi? Ha, yaxshi rahmat. Biloliddin bugunga nechta partiya? Bugunga ma'nolisidan 4 partiya qo'yib. Ma'noli 4 partiya bo'ladi. Xudo xolasa. Videoni oxiriga qo'yib tursin. Aksiya ham bo'ladimi bugun? Arashandi toza ona bolasidan qo'yaman deysiz. Toza ona bolasidan qo'yib. Arashandi toza 100 talik ona bolasini ko'raman degan aka-ukalarimiz uchun. Shoshilib qolsa videoni oxirigacha ko'ring. Inshaalloh. Narigi partiyalarimiz tez-tez sotilib ketib qolyapti. O'shanga partiya ko'p kelyapti akalar. Shoshilib videoni ko'rib, like bilan obunani urib turinglar. Bozordan kerak bo'lsa 500 ming, 1 milliongacha narxi yengil bo'ladi. Biloliddin bugunga qanaqasidan? Bugunga ashi hisorni ustalaydi. Hisorni toza kashta variantidan ekan, o'z to'laydigan variantda. Toza. Eski sortdan shikili Biloliddin bular. O'z to'lovlari ham oldi, to'lovlar mana o'zi boshlabdi. Xudo xolasa bo'y basini nechiga beramiz bularni? Bo'y basini 80 pilsga beraveramiz. 85 pilsga 85 pilsga olishaveradi, xudo xolasa. Bo'y basti o'zi 90 duradi, xudo xolasa mana shu qo'y. Videoda katta ko'rinyapti emas. O'zi qo'y asli katta. Xudo xolasa quyruqlari ham ochiq bo'ladi. Inshaalloh. O'sha hisorni nasldor eski sortni bitta-bittasini ushlatib ko'rsatingchi. Xudo xolasa mana quyruqni ko'ring. Aka, mana quyruqni ko'ring. Quyruqni ko'ring. Toza ochiq variantidan xudo xolasa. Biloliddin bular qochganmi, qochmaganmi? Aka, bular bir narsa deyamiz, 50 kellik, qisir. Qisir bala qilishaveradi. Mana oldi to'lovlarni ko'ring. Hey, mashalloh. Toza hisorni kashna variantidan onasini esa Tojikiston eski sort. Toza nasldor variant. Bulardan tushgan bolasi ham kami 400-500 dollar bo'ladi. Inshaalloh. Mana shuni oling, tavsiya beraman obunachilar. Yo'shoyligini ham bitta ko'rsatib qo'ying ushlaganda. Uchalasi ham ekishdan aka. Uchalasi ham ekishdan. Shak. Shak ekan, onasini emsi, mononi ko'ring. Qo'y nima deyapti? Ustiga fontani qo'ysangiz ham 10 nura, flash qo'ysangiz ham 10 nura. Ko'rayotgan vaqtingizga umuman ko'rayotgan vaqtingizga achimaysiz. Qarichi ekdi. Xudo xolasa buni quyruqlari ham ochiq, dumbalari ham ochiq. Qani, onani ko'ring. Shu ustiga shuni qilsangiz, ey, qarichimdan ham katta. Veli buni. Qanichi? Endi shak o'tyapti. Endi shak o'tyapti. Xudo xolasa narxi ham darim bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib turing bo'ldi. Bas, xudo xolasa Biloliddin buni bo'ladigan qilib, yengil qilib gapiraylik. Obunachilarimiz tagini yengil qilib obunachilarimiz yana seni qidirib kelsin. Xudo xolasa. Mana ko'ring, ey mashalloh. Obunachilar monani qarang, nasldor o'zini nasldor qilsa, o'zi to'laydigan varianti. Ke. Videoni ko'p cho'zmaylik, o'zi soni kam ekan. Bo'ladigan qilib yengil qilib, tagini yengil qilib, obunachilarimiz seni yana izlab kelishaversin. 92 dan uchalasi ham. 9 million 200 ming so'mdan nima odamdi? Men ham pastdan so'ramayman, bo'ladigan qilib aytaman. Tagini yengil qilib, obunachilarimiz seni qidirib kelsin. 8 million 800 dan bir joyga olaman degan obunachimizga bob baraka. Tagini yengil qilchi, berchi. Berchi Optim markazidan keldi deysa, o'tib berchi. Senga 200 ming, menga 200 ming bo'lyapti. Obunachilarimizga 200 ming bo'lyapti. Bob baraka. 8 million 800 ming so'mdan bir joyga olaman degan obunachimizga bob baraka bo'ldi. Xudo xolasa tanlab olasalaring kelishilgan holatda qilib beriladi inshaalloh. Ikkinchi partiyalamizga o'tamiz. Xudo xolasa mana ikkinchi partiyamiz ham chiqib keldi. Rangi toza, o'zi toza, qoni toza variantlardan. Xudo xolasa bo'y basti nechiga beramiz Biloliddin? 90 pilsga. 90 pilsga olishaveradi. Xudo xolasa. Narxi ham yengil bo'ladi. Ikkinchi partiyamizga ranglari toza, quyruqlari ochiq variant. Anaqida ham bos yerinlari. Xudo xolasa mana sherigi ham mana bag'da.
ya'ni yeyishga qiynalmasin deb bo'lib ham qo'yishgan ekan. Qo'chqor, Xudo qo'chqorni xolasa. ko'rsatib qo'ying. Qo'chqor. Bilalning hammasini olsa qo'chqorni o'sha narxda berasiz. O'sha narxda beraman. Xudo xolasa o'sha narxda beraman. Soni 18 dona. Mazza qilib qo'y qilaman degan aka-ukalarimiz uchun. Xudo xolasa buni tushgan bolasi ham kami $400, $500 bo'ladi tushishi bilan. Xudo xolasa qo'chqorni yaxshi qo'shib amalni qiling, talabga javob beradigan natija qiladi inshaalloh. Hop, yosh oilaga qanaqa Bilaldan bo'ladi? Yosh oilaga 2-4-6 tish. 2-4-6 tish. Xudo xolasa tobidagi qo'ylar ekan. Tobidagi qo'ylar. Mana quyruqlarni ochig'ini ko'ring. Mana rangi tozasi, mana. Mana. Ey, mashalloh. Havas qilganlar bittadan like ni urib qo'yasizlar inshaalloh. Buni toza variantlardan xudo xolasa mana shu 90 plyusni 95 urib beraveradi xudo xolasa. 92 chiqdi xudo xolasa. O'lchab ko'rishibdi. Bitta yosh oyligini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik obunachilarimizga. Qo'lga kirgan. Qo'lga kirgan liboy bittani ushlayvering. Bilalni qiziqtirmaydi. Xudo xolasa hammasi yosh qo'ylar. Mana 6 dona xudo xolasa. Qani? 4 inshaalloh. 4 dona mazza qilib. Bilalda hanibdir. Hammasini olishni bisola yakkalabga ham savdo bormi? Bitta olaman desa ham telefon qilaversin. Yarimtaga savdo yo'q, bittaga savdoga bor. Xudo xolasa bittani olaman desa ham savdo bor inshaalloh. Telefon nomerlariga aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa soni 100 boshga yaqin telefon qilishaversin. Soni 100 boshga yaqin xudo xolasa. Videolar ko'rayapsiz. Videoni oxirigacha kuzatib tursalang bo'ldi. Bundan keyin ona bolani Arashandi toza liderdan, toza qonlardan chiqaramiz. Mana qo'ylar soni ko'p, xudo xolasa. 18 tasini bir joyga bir qamaraman degan obunachimizga narxini yengil qilib bo'ladigan qilib gapiraylikchi. Tagini yengil qilib obunachilarimiz seni qidirib kelishaversin yana. 92 dan keturadi. Qo'chqor ham shunaqa narxda. Mayda gapdan o'tir. Mayda gapni yoqtirmayman Bilaldan. 100 ming seni obunaching, 100 ming meni aligimga obunachilarimizga 9 million so'mdan bob baraka. Bob baraka berchi, tagini yengil qilib berchi obunachilarimizga. Bob baraka. 9 million so'mdan bir joyga qayraman degan obunachimiz ketaveradi, xudo xolasa. Shuni yarimidan, shuni tayoq tashab, shuni tashsa ham o'sha narxda berasiz. Shu narxda ketaveraman. Mana men shuni bo'lib olsa ham beraverам. Bo'ldi. Kelishilgan holatda bo'ladi inshaalloh. Narxi yengil bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi partiyalarimiz o'tadi. Ikkinchi partiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal variant. Arashandi toza 100 taligini so'ragan obunachilaringizga mana 2 dona xudo xolasa 3-partiyamizga. Voy mashalloh, bir-biridan go'zallari chiqyapti. Mana uni ko'ring, dumbalarni ko'ring. Bitta mana sariq o'zini ushlab ko'rsatdim. Havas qilganlar bittadan like urib turasizlar inshaalloh. Onalari ham kichkina narsa emas, xudo xolasa. Onalarini bo'y basti 90 ga olamiz, xudo xolasa. Mana yelinda ko'ring. Ikkita egza variantidan boqishaveradi inshaalloh. Qani, mashalloh, mana quloqni ko'ring. Garbonusni ko'ring. Voy, nima deyapti bu? Mana quloqni ko'ring. Tumshug'idan o'tmasa hisobmasa. Mashalloh. Obunachilar, qo'chqormi bu Bilaldan? Ikkalasi ham qo'chqor. Bolalarning ikkalasi ham qo'chqor. Narisini ko'rsatib qo'ying, shokolad rangini. Xudo xolasa, Arashandi 100 taligi. Mana obunachilar, mana siz aytdingiz, biz olib keldik. Mana quloqni ko'ring. Mashalloh. Mana quloq. Quloqni ko'ring, quloqni nima deyapti bu? Qo'chqormi bu ham? Bu ham qo'chqor. Necha kunlar qalash qo'chqor? Ikkalasi. Bir oylik. Bir oylikka yaqinlashib qolgan. Xudo xolasa. Buni onalarini bo'y basti 90 pilis bexotirjam uraveradi. 90 pilisga olishadi. Xudo xolasa 90 pilisga olaverasizlar inshaalloh. Qo'ydi ko'ring, nima deyapti? Mana uni ko'ring. Mana go'zallik sizga. Xudo xolasa buni narxi ham yengil bo'ladi. Onasini bitta yosh oyligini ko'rsatib qo'ying Bilalni. Tumshug'i oqaribdi deyishmasin mana. 18 yoshar kerak bo'lsa 18 yoshar bolani chiqaryapti. Sachi oqarib ketyapti. 6-sini chiqaryapti ana, xudo xolasa. Ikkinchi boladan 3-bolaga o'tibdi. Bunisini ham ko'rsatib qo'ying sariqni. Bu ham 6ta. 6ta xudo xolasa, 6ta ekan. Ikkalasi ham 6 dan. Ikkalasi ham 6tadan xudo xolasa. Mana siz so'radingiz, biz olib keldik.
Uni ko'ring, bolasini ko'ring, onasini ko'ring. Go'zallik, san'at-yu, go'zallik, san'at. Xudo xolasa buni narxi ham yengil bo'ladi. Kebiladi. Bo'ladigan qilib, yengil qilib gapirchi. Hisoblanchilaringizga ketaveradi. Nech puldan ketaveradi? 28 millionga ketasiz. 28 million so'mga bir qayraman degan obunachimizga bo'ladigan qilib, Bo'ladi. yengil qilib. Yengil qilib. Babbaraka 28 million so'mga xudo xolasa Toshkentgacha dastlabkalarni qilib berishadi inshaalloh. Siz like bilan obunani urib turing, kerak bo'lsa aytamiz-ku, bozorga borib bo'lmay sarson, bozorda Akramjon akamizni ko'rasizlar. Ishli boshi ilgari, shaytonlarga teskari. Xudo xolasa bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa keyingi videolar kelishguncha inshaalloh.